Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Xayrli kun, assalomu alaykum. Xulgar opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xayrli kunda sizni bezovta qilmadikmi? Xo'rmang endi. Salomat bo'ling, yaxshimisiz? Rahmat. Bugun 13 aprel sanasi, yana bir go'zal yoshni to'ldirdingiz. Yana bir bor 18 bahor yoshini qarshi olyapsiz. Yangi yosh muborak bo'lsin. Doim mana shunday Alloh kayfiyatsizlar hamroh bo'lsin. Xulgar opa, radio boshlovchisi Sevara Ziyo bo'laman va ayni daqiqalarda chiroyli bir kuningiz bilan tabriklash uchun qo'ng'iroq qilyapman. Qani menga ayting-chi, men orqali sizni bugunga ayyom bilan kimlar tabriklayapti? Xo'sh. Albatta, menda tabriklovchilar ko'p. O'g'illarimdir, qizlarimdir, xo'jaynimdir. Albatta. O'g'illari va bo'lajak kelinlari debdilar. Bugun onajonimizning tug'ilgan kunlari. Baxtimizga doim sog' salomat bo'lsinlar deya. Xo'p, o'g'lingiz Mehruzbek va bo'lajak keliningiz Farangizlar sizni tabriklab qo'ymoqdalar. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim yuzlariga kirib, baxtli, saodatli, serfarzandli bo'lsin. Judayam yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin. 2 karra bayram xonadoningizni, sababi asal qizingizni ham tug'ilgan kunlari. Xuddi shundaymi? Shunday ha. Birgalikda ona bolalar 1 yoshni qarshi olyapsiz. Judayam yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, desangiz, ana shu bo'lajak keliningiz hamda o'g'lingizni samimiy tabriknomalarini o'qib bersak maylimi? Judayam yaxshi. Nomi: Assalomu alaykum Mehridaryo, qalbi qaynoq onajonimiz, xonadonimizning qirolichasi. Bugun tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, baxt, saodat, oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. Doim biz farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, 100 yoshlardan oshib dadajonimiz bilan qo'sha qarib yuring. Dadajonimiz bilan hojatda, siz esa hojonalar qatorida bo'lishlikdan Alloh nasib ro'z aylasin. Biz farzandlaringiz har doim xizmatlaringizda bo'laylik. Sizlarni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga ilohim sog' salomat bo'lib, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Davronlar suring. Bizni qiynalib boqqan kunlaringiz haqqi inshaalloh rohatimizni ko'rib yuring. Onajon, sevimligim o'zimni. Boringizga shukr. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Har bir kuningiz mana shunday chiroyli o'taversin. Niyatlaringizga yetib, qilgan duolaringiz ijobat bo'lib, sevimlilar qatorida bo'lib yurishingizni tilab qolaman. Bugun eng chiroyli niyatlar va tilaklarda sizga ana shu nomani yo'llab qolar ekanman. Har bir kuningiz chiroyli o'tsin. Baxtga yetib yuring inshaalloh. Yaxshi kunlarning ko'pini ko'rib, har doim sevimlilar qatorida bo'lib yuring. Yana bir bora go'zal ayyomingiz, chiroyli kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doim omon bo'ling. Hurmat bilan o'g'lingiz hamda keliningiz deya samimiy tabriknomalarni yo'llab qo'ymoqdalar. Tilaklar uchun ularga baxt saodat tilayman. Uzoq umr. Qo'lingiz ko'tarildimi? Oz bo'lsa-da. Xursandman. Juda ham yaxshi. Doim mana shunday xursand bo'lib yuravering. Ularning o'qishlariga omad. Nasib bo'lsa, o'qishdan bitkarib, sog' salomat, o'g'limlar baxtli bo'lsa, serfarzand, sevdavlat bo'lsin. Juda ham yaxshi. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Siz ham ularni boshida bosh bo'lib, Xudo xohlasa, akamiz bilan ularni baxtini tilab, yaxshi kunlarini birgalikda rohatlarini ko'rib yuring va go'zal she'riy satrlari bor. Xulgar opa, ana shu 2 og'iz chiroyli she'riy satrlar bilan suhbatimizni yakunlasak bo'ladimi? Xo'p, bismillah. Juda ham yaxshi. Dunyolar arzimas shirin so'zingizga, tomchi yosh to'lmasin nurli ko'zingizga. So'rasangiz jonim bergum o'zingizga, onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Hech ko'rmay ko'zingizdagi yoshni.
egmasin padarim mag'rur boshini, halolidan yedim bergan oshingizni. Onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Baxtimni ko'ring quvonchga to'lib. Qo'llaringiz duoda, yuzlaringiz kulib. Bu dunyo turguncha turing bor bo'lib. Onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Gar kulsam bilingki quvonchim o'zingiz, yonimda yupanchim o'zingiz. Intizor yo'limga tayanchim o'zingiz. Onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Ana shunday chiroyli so'zlari shu yerda yakunlanar ekan. Yana bir bora ayyomingiz muborak bo'lsin. Har bir daqiqangiz chiroyli o'taversin. Salomat bo'ling opajon, omon bo'ling. Rahmat sizga ham. Baraka omad toping. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Xo'p, salomat bo'ling, omon bo'ling.